endi Sabila. Opa! Opa! Zeriklarsin. Voy, zerikkan naqato. G'iybat qilib ketyapti. Shu qilib ketdilar, gapirib. Internet qanda, hali Facebooklarda, Instagramlarda kimlardir g'iybat qilib chiqarib ketyapti. Hech bo'lamiz. Ro'yxatlarni ko'ray. O'qituvchilar haqida Trendda qoldi. Yozing. eskirdi. Qara. Doktorlar haqida ham yozmaymiz. Kerak emas. O'ylaylar kim qoldi buni? O'ylang. Qo'shnilarim qoldi, o'rtoqlarim ham. Dushmanlarim-chi? Dushman. Topdim! Nima? Teatr artistlari haqida yozamiz. İşte bu. Ana g'iybat. Trendga chiqamiz, opa. To'g'ri. Endi g'iybatimiz teatrlar haqida. Aktyorlar, artistlar haqida. Mayli ijod qilaveringlar, g'iybat qilaveringlar. It hurar, karvon o'tar. Biz parvo qilmaymiz. Nima dedi? It dedimi?